Mashinani o'tga qo'yganman, meni kir yurasan, qasma yurasan deydi-yu. O'shanaqalar ko'rib qo'ysin, mana ha. Sheridi mashinasi. Sheridi mashinasini qaranglar. Mana ahvolni qaranglar. Onasini hamsa, bitta odamni o'ligini topaman, hozircha tutsam, odamni o'ligini topaman. Ahvolni qaranglar. O'zlaringcha bilan aqlingni yo'qib olib, harom yurar ekansan. Mana Yevropada ahvol, mana shu. Mana shu turish, mana nosi ham nasini o'zim bilan tomoqqacha chekadi shekilli. Hech mana mashinani ahvoli, mana mashinani dabdalaligini qaranglar, u kirdi qaranglar. Qacha menga bilan u salom beringlar, bu unaqa toza yurganimga. Mana yerda hamma avtovozlar bor, mana mashinalar bor, hamma avtovozlar. Mashinani ichi Isuzu'daqa bo'ladi. Bu iplos yurar ekansan, qasman u nima desam buni. 850 kun oldin ichilgan ovqatni bankasida yotibdi, aromi. O'zim o'rtag'imda, o'shaning uchun qo'rqmasdan gapiryapman. Aytmoqchiman, hamma mashinalarning ichi dabdalachigalar. Yevropa qasma. O'zlaricha olibtagarchilik qilib, hatto videolar olishadi. Aytyapman, torpedani ustini tozalab qo'yib, mana biz Yevropada maza qilib yuramiz. Qutami yebsan degin keladi-yu. Hammamizda shu ahvol chiqadi. O'shaning uchun bizni mashinamizni ichini sizlar razbor qilmanglar.